qancha salaflar bo'lgan, uni huzurida hech kimni g'iybat qildirmagan. Agar g'iybat qilsanglar chiqib ketaman degan majlisdan. Agar g'iybat qilmasanglar shu majlisda davom ettiramiz degan. Shunchalik, ya'ni o'zi ham g'iybat qilmagan, birovni oldida g'iybat qilishiga yo'l qo'ymagan. Birov uni huzuridan ketgandan keyin Ahnaf ibn Qays aytganlar-ku, meni huzurimdan kim turib chiqib ketsa, orqasidan g'iybat qilmadim degan. Alloh rahm qilsin, endi hozir aksar majlislarda, mana choyxonalardan, mehmondorchiliklardan kimdir chiqib ketadi, albatta gapiriladi. Bu ham o'zi deydi, 1-2 bo'lmay, o'zini o'zi eplolmay yuribdi. Men o'tgan safar aytdim, bunga falon ishni qil dedim, qilmadi. Maslahatimni olmadi. Ya bir kallasi ishlamaydi, bir ishni eplab boshini tutmaydi. Bunaqa gapirilaveradi. Chiqib ketdi bir odam, albatta gapiriladi. Subhanalloh, bu gunoh kabira-ku, bu harom-ku. Qur'onda, sunnatda butun ulamolarning ijmosi bilan harom ekanligi aytilgan. Munkar, juda katta munkarlardan biri bu. Birodarining go'shtini yeyish bilan barobar ekan. Qanday hayron qolasiz, mana shu narsalarga boshqalar quloq solib o'tiraveradi. G'iybatga quloq solish g'iybatchi bilan teng gunohni oladi. Chunki unga rozi degani. Qaytarish kerak. Musulmonlarning ichidan birortasi turib, "Ey birodarlar, bu falonchini gapirmaylik, g'iybat qilmaylik, qo'yinglar" deb qaytarmaydi hech kim. Shuni qaytarishi haqida qancha fazilatlar kelgan. Imom Termiziy rivoyatida, Imom Ahmadda keladi hadislarda. Kim birodarini obro'sini qaytarib qo'ysa, ya'ni qo'yinglar u birodarni g'iybat qilmanglar deb tarafini olib obro'sini qaytarib qo'ysa, Alloh uni qiyomat kuni yuzini jahannamdan buradi degan. Yana bir rivoyatda kim birodarini go'shtini g'iybatdan saqlab qolsa, masalan go'shtini chaynayapti bu yoqda. To'xtanglar, shuni g'iybat qilmanglar deb jur'at qilib oradan chiqib to'xtatib qo'ysa, Allohning zimmasiga haqli bo'ladiki, uni jahannamdan qutqarishi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bular hadis. Mukofotini ko'ryapsizmi? Birodaringizni tarafini oling, g'iybat qilishga yo'l qo'ymang sizni majlisingizda, siz o'tirgan majlisda. Mana shunday mukofot bor. Do'zaxdan saqlaydi Alloh. Mana bu va'da bu. Agar eplolmasangiz chiqib keting. Shu majlisdan tark qilib chiqib keting. Endi nima qilay? G'iybat qilishadi, endi iloji yo'q o'tiraman dedi ba'zilar. Qo'shilib ketaman-da men ham g'iybatga. G'iybat qilmoqchi emas edim men ham. Deydi, chiqib keting. Bo'yningizdan birov bog'lab qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? Va idza sami'u lag'u a'radu anhu. Agar lag'vni eshitsalar degan Alloh, undan yuz o'giradilar.